Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, hurmatli yurtdoshlar va nihoyat biz Namangan viloyati Ko'ksoy tumani Tergachi qishlog'iga tashrif buyurdik. Aynan Ko'ktosh shashli markazi juda ham atmosfera juda buzoq bugun. Biz konsert dasturlariga sanoqli daqiqalar qoldi. Juda ham hayajondamiz. Muxlislar tashqarida gap bo'lishi o'ylaymiz. Bugun biz lig'lik bilan, juda ham mehmondorchilik bilan kutib olishayotgan mana shu Tergachi qishlog'i Ko'ktosh shashli markazi xodimlari, mahalla a'zolari birgalikda qattiq tayyorgarlik ko'rishgan. Biz aynan hozir guvoh bo'lib turibmiz. Ayni daqiqalarda konsertgacha bizani ajoyib sho'rvalar ta'minlab bo'lishi mumkin emas. Hozir Sodiqjon akamiz tomonidan haqiqiy o'zbegimizni qo'lbola palovi tayyorlanyapti. Mana guvoh bo'lishinglar mumkin. Hali tayyor bo'lmadi, suv quyib. Yo'q, hozir suv quyib. Sodiqjon akamizning o'zlari bugun kayfiyat qanaqa sizda aka? Bugun konsertga bo'lgan bir ishtiyoqlar agar boshqacha bo'lsa kerak. Konsertga hozir yoshlar hammasi bolalar katta bo'ladi qanday. 3-4 kundan beri to'y bo'ladi. Siz mana bu hozir ishlarni o'tirganimizda mana shu oshni ta'mi hidi ichkariga urdi. Chiqishga majbur bo'ldik. Xudo xohlasa oshni sizni qo'lingizdan yeymiz albatta. Yurtdoshlarimiz hammaga omad tilaymiz. Konsert dasturlarimiz, videolari albatta tez kunlarda YouTube tarmoqlarimiz orqali keng tarqatilib boshlanadi. Va Telegram kanalimizga Murodjon Marufjonov silkasi orqali va TikTok kanalimizga Murodjon Marufjonov silkasi orqali obuna bo'lishinglar mumkin. Bizga yaqindan yordam berayotgan Ko'ktosh shashli markazi rahbariyatiga, ichki ishlar xodimlariga, Milliy gvardiya xodimlariga va mana shu mahalla faollariga, hammalariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugungi konsert dasturimizda juda ham bizga yaqindan yordam berayotgan Xan Media hamkorlikda bo'lib o'tyapti. Xonandalarimiz, mehmon xonandalarimiz Sherzodbek, bu yoqqa kelasiz. Sherzodbekga ham gap bo'lish mumkin emas. Biz ayni paytlarda oshxonadamiz, shuni ham inobat ko'rasiz. Rahmat seriyaga ahamiyat bermaysizlar. Gapda ham tutilishni boshladi. Hayajon kuchli. Botirxon aka ham Jasurbek kadr ortida. Bugun Jasurbek operatorlik vazifasini bajaradi. Ya'ni bizani mana shu xalqimiz uchun ijro qiladigan qo'shiqlarimizni ketma-ketliklarni sifatli tarzda yetkazib berishga va ovozlarimiz xalqimizga chiroyli tarzda yetib borishga yordam beradi. Boshlovchimiz ustozim desam ham bo'ladi. Mana shu insonni ko'rib boshlovchilik yo'nalishini tanlaganman. Bahodir akam va juda ham ko'plab qadrdonlarimiz, shahriyorlarimiz hammalariga Abdushir rahmat. Bugungi konsertda bizga yaqindan yordam berayotgan barchaga va ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borayotgan hammaga omad tilaymiz. Sog' bo'lasizlar, sizlarni yaxshi ko'raman. Hurmat bilan Murodjon Marufjonov.